Assalomu alaykum. Meni kuzatib borayotgan vatandoshlarim, sog' salomatmisizlar? Doimo sog' salomat bo'linglar. Men Mamadaliyev Mansurjon, murojaatim prezidentga, administratsiya rahbariga, respublika prokuroriga. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublika Prezidenti muhtaram Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublika Prezidenti administratsiyasi rahbari hurmatli Saida Shavkatovna, O'zbekiston Respublikasi prokurori hurmatli Nigmatulla Yo'ldashev To'lqinovich. Murojaatlarim asosida to'plangan jinoyat ishi hujjatlarini 2026-yil 2-iyun kuni 16.1/16-26 raqami bilan Respublika prokuraturasiga adolatli, xolis qonuniy o'rganish uchun olinganiga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Respublika prokuraturasiga kelib, prokuratura qabulxona xodimlaridan Andijon viloyati prokuraturasidan kelib tushgan hujjatlarni o'rganish prokuratura mas'ul xodimini chaqirib berishini so'radim. Prokuratura qabul xodimi telefon qilib, vodiy bo'ylab prokuratura nazoratchisi kuratori Salimov Danilbek bilan telefonda gaplashib, telefon mushagini menga berdi. Danilbek bilan gaplashganimda to'plangan hujjatlarni Farg'ona viloyatiga jo'natganini aytdi. Men Salimov Danilbekga Farg'ona viloyati IB tergov boshlig'i Ilhomjon, Andijon viloyati IB tergov bo'limi boshlig'i lavozimida ishlagan davrida ushbu to'plangan ish hujjatlariga xolislik bilan yondashmaganini, Farg'ona viloyatida tergov harakatini olib borishidan noroziligimni aytdim. Salimov Danilbek respublika miqyosida o'rganish uchun o'tkazib berishini so'radim. Salimov Danilbek o'zini majburiyatini bajarganini, ish delalarini respublika miqyosiga o'rganish uchun olib berish vakolatiga kirmashini aytdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, O'zbekiston Respublikasi administratsiya rahbari hurmatli Saida Shavkatovna, O'zbekiston Respublikasi prokurori hurmatli Nigmatulla Yo'ldashev To'lqinovich. Murojaatlarim 2018-yildan beri, uzoq yillardan beri cho'zilib kelayotganini inobatga olishinglarni va respublika miqyosida o'rganib berishini so'rayman. Murojaatlarim 2018-yildan beri cho'zilib, sargardon bo'lishdan norozi bo'lib, murojaatim ostida to'plangan ish delalarini respublika miqyosida xolis turib, har tomonlama o'rganib, adolatli qaror topishini uchun respublika miqyosida tergov departamenti tomonidan o'rganib, yakuniy qaror topishini, o'zingizni nazoratingiz ostida tergov harakati olib borishini so'rayman. Hurmat bilan, Mansurjon Mamadaliyev. E'tiboringlar uchun rahmat. Hozir respublika prokuraturasiga boraman, mas'ul xodimlarman uchrashaman. Respublika miqyosida o'rganib berishiga ruxsat berishinglarni so'rayman. Nazoratinglarga olishinglarni so'rayman. Hurmatli rahbarlar, ariza yozorib Andijon viloyatida ushbu murojaatlarim bo'yicha adolatli qaror topilmay, bir tomonlama tergov qarorlari qabul qilinganidan norozi bo'lib, zerikib charchab ketdim. Sizlardan iltimosim, qonuniy, adolatli o'rganish uchun respublika miqyosida tergov departamentida tekshirib bersin.
Ushbu murojaatlarimni orqasida yuqorida turgan mansabdorlar aralashgani oqibatida adolatli ko'rilmagan deb bilaman. E'tiboringlar uchun katta rahmat. Ushbu murojaatlarimga ijobiy natija kutib qolaman. E'tiboringlar uchun katta rahmat. Kuzatishda davom etinglar. Holat bo'yicha chiqish qilib xalqimizga yetkazib turaman. Rahmat.